Hop, 41-savol. 159,2 gram oq kukun teng ikki qismga ajratildi. Birinchi qismi mol miqdoridagi xlorid sut eritmasida eritilganda 13,44 litr karbonat angidrid gazi ajraldi. Bu birinchi jarayon. Hosil bo'lgan rangsiz eritmaga mol miqdoridagi suyultirilgan sulfatik sut eritmasi qo'shilganda 46,6 gram oq cho'kma ajraldi. Hosil bo'lgan cho'kma ajratib olib, mol miqdoridagi grafit bilan qizdirildi. Bu ikkinchi jarayon. Hosil bo'lgan mahsulot mol miqdoridagi xlorid kislota eritmasida eritilganda 4,48 litr yoqimsiz hidli gaz ajraldi. Aralashmaning ikkinchi qismiga suv bilan ishlov berilganda 31,8 gramga kamaydi. Erimay qolgan qismi mol miqdoridagi xlorid kislota eritmasida eritilganda 6,72 litr karbonat angidrid gazi ajraldi. Xo'p, savollar. Birinchi jarayonda hosil bo'lgan barcha tuzlarning massalar yig'indisini hisoblang. Ikkinchi jarayonda hosil bo'lgan gazlarning miqdor molini aniqlang. Uchinchi jarayonda hosil bo'lgan barcha tuzlarning massalar yig'indisini aniqlang. To'rtinchi savol. Birinchi jarayonda hosil bo'lgan eritmaga mol miqdoridagi kumush ftarit eritmasi qo'shilsa, qancha gram cho'kma ajraladi? Beshinchisi, dastlabki aralashma termik parchalansa, necha mol karbonat angidrid hosil bo'ladi? Xo'p. Bizda oq kukun bor deyapti. 159,2 gram. Shu teng ikki qismga bo'linibdi. Teng ikki qismga bo'linsa 79,6 ga 79,6 bo'ladi. Gram bo'ladi ikkalasi. Xo'p, endi shunda birinchi qismi mol miqdoridagi xlorid kislota eritmasida eritilganda 13,44 litr karbonat angidrid gazi ajraldi. Demak, xlorid kislotada eritilganda 13,44 litr, ya'ni 0,6 mol karbonat angidrid ajralgan bo'lsa, dastlabki aralashma tarkibida 0,6 mol karbonat ionlari bor. Xo'p, hosil bo'lgan rangsiz eritma mol miqdoridagi suyultirilgan sulfat kislota eritmasi qo'shilganda 46,6 gram oq cho'kma ajraldi. Xo'p, demak 46,6 gram oq cho'kma bariy sulfat bo'ladi. Bariy sulfat. Chunki 46,6 oq cho'kma degani karrali bo'lyapti bariy sulfat massasiga. 233 bir massasi 0,2 mol bo'ladi shunda. Hosil bo'lgan cho'kma ajratib olib, mol miqdorida grafit bilan qizdirildi. Demak, bariy sulfat grafit bilan qizdirilsa, bariy sulfid bilan karbonat angidrid ajralib chiqadi. 2 qo'ysak, reaksiya teng bo'ladi. Hosil bo'lgan mahsulot mol miqdoridagi xlorid kislota eritmasida eritilganda 4,48 litr yoqimsiz hidli gaz ajraldi. Hosil bo'lgan mahsulot bariy sulfid. Bariy sulfid xlorid kislota eritmasida eritilganda bariy xlorid hosil bo'ladi. Plus vodorod sulfid yoqimsiz hidli gaz ajralib chiqib ketadi. Xo'p, endi demak 79,6 tarkibida 0,6 mol karbonat borligini bildik. Yana mavjud bariyni ham aniqlab oldik. 0,2 mol, ya'ni 233 1 mol bo'lsa 46,6 qancha desak 0,2 mol. Endi 0,2 mol bariy ionlari ham bor. Xo'p. Shunda aralashmaning ikkinchi qismi suv bilan ishlov berilganda massa 31,8 gram kamaydi. Bu degani suv bilan ishlov berilsa massa 31,8 gram kamaygan bo'lsa 31,8 gram aralashma tarkibidagi modda suvda erib ketdi. Xo'p. Qolgan 47,8 grami suvda erimadi. Erimay qolgan qismi mol miqdoridagi xlorid kislotada eritilganda 6,72 litr karbonat angidrid gazi ajraldi. Demak, umumiy karbonat ionlari aralashmani bu yarmida 0,6 mol edi.
Qolgan yarmida ham 0,6 mol bo'ladi. Shundan suvda erimay qolgan qismi xlorid kislota eritmasida eritilganda 6,72 litr gaz ajralib chiqdi degani, suvda erimay qolgan qismini tarkibida o'sha 6,72 litr, ya'ni 0,3 mol karbonat anioni bor degani. Suvda erimay qolgan qismini tarkibida. Endi 0,3 mol karbonat buni tarkibida bo'lsa, umumiy 0,6 mol karbonat bor edi. Qolgan 0,3 mol karbonat buni tarkibida ekan. 1 mol karbonat bo'lganda qancha desam, massasi kelib chiqadi. 106 gram. Demak, bu natriy karbonatining massasi. Demak, dastlabki o'sha modda tarkibida, ya'ni yarmida natriy ionlari ham bo'lgan 0,6 mol. Endi bunda bizda 4708 nimaga tegishli desa, hop karbonat, bariy, natriy bo'lsa, demak bu yerda bariy karbonatga tegishli. Qanchadir qismi endi shu 4708 da. Chunki bizda bariy ionlari 0,2 mol, bu yarmida ham 0,2 mol bo'laveradi. Shunda 197 gram bariy karbonatni 0,2 molini hisoblasak 39,4 gram chiqadi. Endi aralashma bizda 4708 edi. Shu 4708 dan ayirib olsak 8,4 gram qoladi noma'lum modda. Endi 0,3 karbonat ioni bo'lsa, suvda erimay qolgan qismi tarkibida, uni 0,2 si bariyga tegishli. Qolgan 0,1 noma'lum moddaning tarkibida. Shu 8,4 0,1 mol noma'lum modda tarkibidagi karbonat ioni, 0,1 karbonat ioni bo'lganda noma'lum modda massasi bo'lsa, 1 mol karbonat ioni bo'lganda qancha desam, 84 gram. Endi bu 84 gram 62 ni ayirib olsam buni tarkibidan karbonat anionining massasini. Shunda 24 gram qoladi bu metalga, magniy. Xo'p, dastlabki aralashmada 24 gram bo'lsa, bu 0,3 umumiy karbonati 0,2 si bariy karbonatga tegishli, 0,1 noma'lum karbonat. Demak, 0,1 mol magniy ioni ham bo'lgan. 2+. Xo'p, endi dastlabki o'sha aralashmaning tarkibidagi barcha metal va kislota qoldig'i. Shuni moslab yozib oladigan bo'lsak, birinchisi karbonat bor, 0,6 mol natriy bor, bu degani natriy karbonat 0,3 molga to'g'ri keladi. 0,6 mol natriy bo'lgandan keyin. Ikkinchisi bariy bor 0,2 mol. Bu bilan birgalikda bariy karbonat bo'ladi. Dastlab oq aralashmasi tarkibi. Endi umumiy karbonat 0,6 edi. Magniy 0, umumiy 0,6 karbonat bo'lgandan keyin 0,3 natriy karbonatga tegishli, 0,2 si bariy karbonatga tegishli. Shunda magniy karbonatga tegishli bo'lgan qolgan 0,1 qoladi. Aralashmani topib oldik, dastlabki aralashmani. Xo'p, bu natriy karbonat 0,3 mol, bariy karbonat 0,2 mol, magniy karbonat 0,1 mol. Endi savollar. Biz aytayapti, birinchi jarayonda hosil bo'lgan barcha tuzlarning massalari yig'indisi. Birinchi jarayonda mol miqdorda xlorid kislota eritilganda hammasidan hosil bo'ladi. Masalan, bundan natriy xlorid. Bundan hosil bo'ladi bariy xlorid.
Bundan hosil bo'ladi magniy xlorid. Massalar yig'indisini hisoblaydigan. Natriy xlorid 58,5. Bundan 0,3 mol natriy karbonatdan 0,6 mol natriy xlorid hosil bo'ladi. 0,6 ga ko'paytirsak 35,1 gram. Bariy xlorid massasi 208 gram. 0,2 mol ga ko'paytirib yuborsam 41,6 gram. Magniy xlorid massasi 95 gram. 0,1 mol ga ko'paytirsam 9,5 gram. Bular massa yig'indisini so'ragan birinchi savolda. 35,1, 41,6, 9,5 qo'shsam 76,7, 76,7 ga 9, 86,2 gram. Tuzlarning massa yig'indisi kelib chiqdi. Birinchi jarayonda hosil bo'ldi. Xo'p. Shu joyigacha tushunarli bo'lsa, endi o'chiramiz, sig'maydi qolgan. Chiqamiz. Birinchi savol javobi chiqdi 86,2 gram. Tuzlar massa yig'indisi. Xo'p, endi keyingi savol ikkinchi jarayonda hosil bo'lgan gaz miqdorini aniqlang. Xo'p, ikkinchi jarayon qayerda edi? Ikkinchi jarayon oq cho'kma mol miqdorda grafit bilan qizdirilgan. Demak, bariy sulfat grafit bilan qizdirilgan. Bu reaksiyani yozdik. Bariy sulfid hosil bo'ladi plus karbonat angidrid. Shunda 233 dan 2 mol hosil bo'lgan 46,6 dan qancha desak 0,4 mol. Ikkinchi savol uchun yechim chiqdi. 0,4 mol ekan. Uchinchi savol, uchinchi jarayonda hosil bo'lgan barcha tuzlarning massalar yig'indisini hisoblang. Xo'p, uchinchi jarayon qayerda? Uchinchi jarayon erimay qolgan qismi, demak, suvda eritildi, erimay qolgan qismi deyapti. Bizda uchinchi jarayonda xullas umumiy o'zi natriy karbonat bor. Xo'p. Bariy karbonat bor va magniy karbonat bor. Bu 0,3 mol bo'lsa 31,8. O'zi aytayapti, suvda erib ketadigan qismi, masalan, aralashma ikkinchi qismi suvda eritilganda massa 31,8 ga kamaydi degani 31,8 gram natriy karbonat erib ketdi suvda. Bariy karbonat, xo'p, 0,2 mol 39,4 gram. Magniy karbonat 0,1 mol 8,4 gram. Shunda erimay qolgan qismi mol miqdordagi xlorid eritmasi eritilganda 6,72 gaz ajralib chiqdi, karbonat angidrid gazi. Shu uchinchi jarayon. Endi bu uchinchi jarayonda hosil bo'lgan tuzlar bariy xlorid va magniy xlorid bo'ladi. Chunki natriy karbonat suvda erib ketadi. Xo'p, buni biroz oldin topdik massasini 41,6 gram chiqdi bu. Bunisi 9,5 gram chiqdi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, uchinchi jarayonda hosil bo'lgan tuzlarning massa yig'indisi 51,1 gram. Uchinchi savolimizga ham javob chiqdi. To'rtinchi savol. Birinchi jarayonda hosil bo'lgan eritmaga mol miqdordagi kumush ftarid eritmasi qo'shilsa, qancha gram cho'kma ajraladi? Xo'p, birinchi jarayonda hosil bo'lgan tuzlar natriy xlorid bor edi. 0,6 mol.
bariy xlorid bor edi. 0.2 mol. Hop. Yana magniy karbonat bor edi. 0.1 mol. Endi magniy xlorid deganim uzr. Bundan hosil bo'lgan tuz. Xlorid. Endi bunda masalan kumush ftarit qo'shilsa, faqatgina kumush xlorid cho'kma tushadi. Bunga qo'shilsa bariy ftarit ham cho'kma bo'ladi. Plus kumush xlorid ham cho'kma bo'ladi. Ikkita ajraladi. Bundan bo'lsa magniy ftarit ham cho'kma bo'ladi. Kumush xlorid ham cho'kma bo'ladi. Xo'p, shunda bu 143.5 0.6 ga ko'taramiz. Va umumiy endi shu joyida har birini alohida topmasdan turib cho'kmalarni bilib oldik. Bizda cho'kmalar kumush xlorid ekan. Endi qancha xlorid ioni bor edi dastlab? Xlorid ionlari 0.6 natriyda, 0.4 bariyda, 0.2 magniyda, umumiy 1.2 bor edi. Ya'ni shu yerda umumiy 1.2 xlorid ionlaridan 1.2 kumush xlorid cho'kma tushadi. Shuni 143.5 ga ko'tarsak, kumush xlorid massasiga 172 gram kelib chiqadi kumush xlorid cho'kmasi. Endi unga qo'shamiz, bu yerda bariy ftarit ham cho'kma. Bariy ftaritimiz massasi 175. 175 ni 0.2 ga ko'paytirsam 35 gram. Bu ham cho'kmada. Biz umumiy cho'kmani so'ragan. Magniy ftaritimiz 62 gram. 0.1 ga ko'paytirsak 6.2. Bu ham cho'kma. Endi bunga 35 ni bariy ftarit, 6.2 ni magniy ftarit qo'shadigan bo'lsak, 213.4 gram cho'kmalarning massasi kelib chiqyapti. 4-savol javobi ham chiqdi. 5-savol, dastlabki aralashma termik parchalansa necha mol karbonat angidrid ajraladi? Xo'p, dastlabki aralashmada nimalar bor edi? Dastlabki aralashmada natriy karbonat bor edi. 0.3 mol. Bariy karbonat bor edi. 0.2 mol. Magniy karbonat bor edi. 0.1 mol. Endi bu dastlabki aralashmaning yarmida. Qolgan yarmida ham xuddi shunchadan bor. Ya'ni natriy karbonat parchalanmaydi. Bundan 0.2 karbonat angidrid chiqadi. Bundan 0.1 karbonat angidrid chiqadi. Umumiy 0.3 karbonat angidrid chiqyapti aralashmaning yarmidan. Buni 2 ga ko'paytirib qo'ysak, qolgan yarmidagi karbonat angidridni ham qo'shib olgan bo'lamiz. Shunda umumiy 0.6 bo'lar ekan. 5-savol javobi 0.6 ekan.